Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi mavzumiz aholini qiynayotgan muammolar, yechimlar va real natijalar yuzasidan bo'lib o'tadi. Tibbiyot sohasida bitiruvchilarimizni ishga joylashtirishda qator muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan tibbiyot birlashmasida hozirgi kunda o'rta maxsus bitiruvchilar soni ko'pligi, lekin bo'sh ish o'rinlari mavjud emasligi bo'yicha qator kamchiliklarga, muammolarga duch kelmoqdamiz. Yuqoridagi muammolardan kelib chiqib, Yangiyer shahar tibbiyot birlashmasida nafaqa yoshidagi xodimlarning nafaqaga kech chiqishi hamda tibbiyot birlashmasida ishlat belgilari bo'yicha to'g'ri taqsimotlar qilinmaganligi sabab bo'lmoqda. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarini bitirayotgan yoshlar uchun vakansiya Argus.uz sayti orqali ishga topshirilgan vaqtda stajing yetishmasligi sababli bitiruvchi yoshlarimiz ishga kirishda muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni oldini olish yuzasidan quyidagi takliflarni ishlab chiqamiz. Mana shu bitiruvchi yoshlarning o'quv davrida bo'lgan 4 yillik shu o'quv yilini staj qilib kiritishini hamda e'lon qilinayotgan tanlovlarga mutaxassisligi to'g'ri kelgan yoshlar uchun ish stajlari talab etilishi bo'yicha cheklovlarni bekor qilishini so'rab qolardik. Bundan tashqari mana shu o'zimizni shahrimizda yaratilayotgan bo'sh ish o'rinlariga mana shu yoshlarimizni ko'proq jalb qilib dual ta'lim yo'nalishida o'qishlarni yo'lga qo'ysak, ushbu muammolarni oldini olgan bo'lardik. Rahmat e'tiborlaring uchun.